yollanma ishchilar sifatida 30 kishidan ortiq odam ishlagan. До 2 часов, до 5 утра работали. Деньги не получили. O'tgan oyning 23-sanasida banklarga tegishli binolarning qurilish jarayonida mehnat qilgan ustalar pullarini ololmayotganligi haqida murojaatni efirga uzatgandik. 1 milliard 600 millionlikmi bo'lgan bo'lsa, o'shandan 600 mingini to'lab berishdi. U bizani qilgan ishi yarmi ham emas. Hozirda 330 million haqdorman. 99 million pulim yotibdi. 44 million so'm pulimiz bor shu insonda. 35 million. Кун исправления идет. 10 kun a? Да, 10 дней у нас взяли протокол, мы оплачиваем, соответственно, rабочим. Ushbu va'da berilganiga 1 oydan ko'p vaqt o'tdi. Lekin ustalarning haqqi haligacha berilmagani aytilmoqda. Нам сказали 10 дней. Уже вот 2 недели прошло. А деньги нету. Обратно нас обманули. Endi o'sha pulni ololmay keldik endi. Mana uyga endi bola chaqa baba tirikchilik deyiladi. Bola chaqalar maktab o'qish deyiladi. Endi qayerdan olib to'layapmiz bu pullarni? Umuman kimdir telefon qilib aloqaga chiqib, nima bo'lyapsan, nima qilyapsan degan vaziyat umuman yo'q. Bizlar tirikchilik qilish uchun borgan odammiz, bola chaqamiz bor. Hamma to'g'ri tushunishini xohlaymiz. Birovni ustidan shantaj qilish, bu narsa degan bizda umuman narsa yo'q. Oddiy bir odamlarmiz. Pulimizni ololmay qaytib keldik. Мне сейчас кредит платить, то платить, это платить за коммунальные услуги. Где я сейчас деньги возьму? Вот 7 миллионов обратно кредит мне уже реально. Вот что сделать? Кому обратиться? Ushbu fuqarolar maxsus organlarga, shu jumladan Bo'stonliq tumani prokuraturasiga ham murojaat qilishgan. Oradan 27 kun o'tganidan keyin esa Yashnobod tumani kambag'allikni qisqartirish va bandlikka ko'maklashish bo'limi yuborgan xat ularga yetib keladi. Unda yozilishicha, ustalar mehnat shartnomasi imzolamasdan og'zaki kelishuv asosida ishlashgan va tushuntirish ishlari olib borilganda e'tirozlari yo'qligi ma'lum qilingan. Ammo murojaatchi ustalar bu gaplar haqiqatga to'g'ri kelmaydi deyishmoqda. Techmet MKJ firmasi bilan yozma ravishda shartnomamiz bor. Ovozli xabarlarimiz ham, misol uchun pul kelishilgan anaqalari hamma asoslarimiz bor. Hech kimga hali biz yozma tarzda ham, og'zaki tarzda ham bizning e'tirozimiz yo'q degan so'z og'zimizdan chiqqani yo'q. Hech birimizning og'zimizdan chiqib bir yozma bilganimiz yo'q bu masala bo'yicha. Har bir narsamiz asos bilan hamma narsamiz bor bizda. Bu kim tomonidan chiqarildi bu e'tirozlar bo'lgani uchun, qaytib olganlar uchun tugatildi degan ma'noda xat tashashibdi bugun. Tinglaganingizdek murojaatchilar e'tirozimiz yo'q deb aytmaganmiz dedi. Buning ustiga ularda ikki tomonning imzosiga ega shartnomalar ham mavjud. Lekin kambag'allikni qisqartirish va bandlikka ko'maklashish vazirligining Yashnobod tumanidagi bo'limi tomonidan yuborilgan ushbu xatda ustalarning e'tirozi hamda hech qanday rasmiy shartnomasi yo'qligi iddao qilingan. Qiziq, kambag'allikni qisqartirish bo'yicha ishlovchi mas'ullar qaysi faktorlarga asoslanib ishni yopish uchun prokuraturaga xat yuborgan? Biz ushbu savollarga javob olish maqsadida murojaatchilarga yuborilgan xatning ijrochisini qidirib, kambag'allikni qisqartirish va bandlikka ko'maklashish vazirligining Yashnobod tumanidagi bo'limiga yetib keldik. Qo'limizda hujjatlar bor. Hozir ichkariga kirib, xatga asos so'raymiz. Dastavval bizni ushbu tashkilotda inspektor yordamchisi bo'lib ishlovchi shaxs kutib oldi. Endi buni imminni siz bilan kim gaplashgan xabarim yo'q-ku. Xohlasangiz tarjima yozib bersangiz boshdan ko'rib chiqamiz ekan. Boshida yana bir oy kutamizmi shu narsani yoki? Tushuntirish ishlari davomida murojaatchi tomon o'zaro imzolangan qo'lyozmalarni taqdim qilganidan keyin inspektor yordamchisi ham bu hujjat rasmiy ahamiyatga ega ekanligini ta'kidlab o'tdi. Shartnomada ikkita taraf o'zining talablarini qo'ygan ekan, ularning rekvizitlari ko'rsatilishi belgilangan. Hatto bu ham yuridik kuchga ega bo'ladi degan. Birozdan so'ng ishni yopish to'g'risida yuborilgan ushbu xatning muallifi kim ekanligi ochiqlandi. Lekin u shu vaqtda ish manzilida emas ekan. 6 ga kerak yoki kechki payt 6 gacha yetib kelaman. Muammo yo'q. Biz yana qaytdik va xatni yozgan mutasaddi bilan uchrashdik. Xatinglarning nusxasi bilan prokuratura ham ish to'xtatib yubordi. Hatto hech qanaqa shartnomangiz yo'qligi, e'tirozingiz yo'qligi sababli ish to'xtatildi degan mazmunda xat beryapsizlar. Mutasaddi murojaatchi Akmal Egamberdiyevning akasi bilan telefonda gaplashganini va akasi mas'ulga ishni yopib yuboravering deganini aytmoqda. 3-oktyabr kuni birinchisi 8:41 da gaplashganman ertalab. Ikkinchisi 9:11 da gaplashganman. Keyin SMS yozganman. Mana gaplashganingiz nima javob berganlar? E'tirozim yo'q degan javob berganmidlar? Aytdi, telefon qildi. Yopaversangiz bo'ladi dedi. Yopaversangiz bo'ladi dedi. Yopaversangiz bo'ladi dedi. Ma'lumot o'rnida aytib o'tamiz. Aynan mas'ul gaplashgan shaxs ham bu holatda jabrlanuvchi, ya'ni u ham maoshini ola olmayapti.
Aynan u shaxs ishni yopib yuboravering, e'tirozim yo'q deyishi biroz haqiqatdan yiroq tuyuldi. Shuning uchun ularga darhol aloqaga chiqdik. Ben kanatım 6 milyon pulunu 40 adamın pulunu o'zimdan o'zim davoyim yo'q deb 5 milyon 6 milyon pul bo'lsa ekan davoyim yo'q deb. Ishni yopish haqida xat chiqargan mutasaddi bu gaplarni eshitgandan so'ng ustalarga dushanba kuni yana qayta kelishlarini va masalani hal qilish choralari ko'rilishini ayta boshladi. Aka, nima qilamiz? Undachi dushanba kuni o'sha bolalardan ketgan 10 tasini olib kirishga возможность bormi bizda? Bo'ldi, hujjatlar, tushuntirish xatlarini olib, unda dushanba kuni yig'ilamizda, mana shu anaqada manzilda yig'ilib, tushuntirish xatlarini olib, hujjatlar to'playmizda-ki, hal qilamiz, xudo xolasa. Aka, qani bolalar bilan podrobniy hammasi yozib bersin, nima bo'lgan, qanaqa bo'lgan. Lekin bizning savol hali hamon javobsiz qolmoqda. Kambag'allikni qisqartirish va bandlikka ko'maklashish bo'limi xodimiga kim e'tirozim yo'q deb aytdi va nima uchun oradagi hujjatlar tekshirilmasidan turib hech qanday shartnoma yo'q ekanligi ma'lum bo'ldi deya prokuratura organlariga xat chiqarildi. Yoki masalaning bizga mavhum tomonlari bormi? Hech kimdan surishtirmayapsizlar. O'zingizdan o'zingizlar e'tirozing yo'qligi sababli 11-moddaga asoslanib mehnat shartnomasi do'stlar dars devan yopib prokuraturaga xat beraverasizlar. Shu narsani menga asos keltirib bering, uka, mana shu narsaga asoslandim, seni e'tirozing yo'qligini bildim. Shuning uchun prokuraturaga xat beraverdim, ish to'xtadi o'sha yerda deng. Bo'ldi, qo'limni ko'tarib chiqib ketaylik. Siz bora hozir asabiylashayapsiz-da. Siz qanday asabiylashingiz? 650 million 40 ta bolani puli. Unaqa jahil. Uyda 40 ta odam buzib yuboryapti, jon aka, uyim keladi. Onam bolnitsada yotibdilar dedi. Mana bu narsa asosga o'tmaydi demak, to'g'rimi aka? Boyaga ko'rsatib. Siz hozir yozmani olishdiga. Yozma o'shani Telegramga tashlang-da. Yo'q, mana shu o'tmaydimi aka? Tashlab beraman, men sizga bundan 3 ta bor aka. Bu narsa qo'limda yo'qdir. Yo'q, o'tmaydi, to'g'rimi? Aka, bu narsa qo'lingizda bo'lishi uchun surishtiruv olib borishingiz kerak-da. Shu yo'sindagi suhbatdan so'ng mas'ul xodim ish bor joyda kamchilik bo'ladi ta'birida javob berdi va dushanba kuni qayta uchrashishimizni aytdi. Qarang, ish bor joyda o'zimni oqlaman, ish bor joyda kamchilik bo'ladi. Bo'ldi, dushanba kuni kelsin. Summani bilmaysiz aka. Nima ish qilganimni bilmaysiz. Nima ish qilganman aka? Surishtiruv olib borgan ekansiz. Svarsh ishlar bilan shug'ullanasiz. Yana nima ish qilganman? Aka, faqat svarka, faqat santexnika ish qilmaganman. Arizani yaxshilab o'rganib chiqib surishtiruv olib borib turib, keyin javob berish kerak jon aka. Ishga sal bunday mas'uliyat bilan qarash kerak. Men prokuraturaga chiqaman aka, bu narsa bo'yicha 40 ta odam, 40 ta oilani puli yotibdi bu yerda. Suhbat jarayonida aytib o'tdingizki, ish bor joyda kamchilik bo'ladi dedingiz va bu xat undan keyingi ma'lum qilinayotgan ish dushanba kuni chaqirilayotganiga qaraganda ustalar deganda siz bu narsani siz to'g'ri tushunishingiz kerak. Kamchilik deganda bu yerda men kamchiligim yoki biror narsa deb aniq qilmayapman. O'sha kuni chaqirtirilgan arizachi. Arizachi kelmadi mana. Unda nima uchun ishni yopish haqida berilgan xatda arizachi kelmadi deb emas, arizachining e'tirozi yo'q deb yozilgan. Qiziq. Shunda hozir dushanba kuni bular qo'shimcha xodimlar bilan kelsa, ishni boshqatdan ko'rib chiqasizlar. 15:00 ga ana aytdik, arizachilar keladi, pasport nusxalari bilan ko'rib chiqamiz. Biz aytilgan vaqtda 3-bori ushbu manzilga yana qaytib keldik. Savolimiz haligacha javobsiz qolmoqda. Anvar aka bilan gaplashganman. Olib borgan surishtiruv ishingizni biron bir delo qilganmisiz? Anvar aka kelmagan. E'tirozim yo'q degan joyi bormi aka? Yozma ravishdami? Audio zapisimi, Telegramdan yozganmi? E'tirozim. Nega ishi bo'lmasam e'tirozim yo'q deb to'xtatib yubordingiz aka? Yo'q, to'xtatib yubordim. Qarangda, bu yerda siz hozir noto'g'ri gapirasiz. To'xtagan, bu prokuraturaga jo'natgan xatingiz yuzasidan prokuraturaning ishi ham to'xtagan aka. Tushundim, qarang. Hozir kimda bo'lishidan mayli. Qat'iy nazar hozir hujjatlarni kimdaligiga to'xtaylik aka. Hujjatlarni hozir to'g'rilaymiz. Hujjatlarni to'g'rilaymiz aka. Ayb kimda? Mas'ul xodim ushbu savolga javoban faqatgina arizachi kelmaganini iddao qilmoqda. Ammo hammamizga ma'lumki, arizachining aytilgan vaqtda kela olmagani bu uning e'tirozi va hech qanday shartnomasi yo'q ekanligini bildirmaydi. Aka, mana bu bo'yicha shuncha xalq javob kutyapti aka, boshqa narsa kelmadi bular. Lekin arizachi kelmadi, shuning uchun men shu mazmunda yozib chiqarib yubordim deb xat qilib bering bo'lmasam aka. Bo'lmasam bo'lim boshlig'ini chaqiring aka, mana pechatni ruxsat bergan inson, u inson bilan gaplashaylik aka. Prosta mana xalq meni eshigimni bir oydan beri yorib yubordi. O'g'il bolaga. Bo'lmasam sizni adresingizni bering, bugundan keyin siznikiga borishsin. Siz javob berib o'rganish uchun aka. To'g'ri gaplashish. Aka, to'g'ri tushuntiryapman. Lekin men sizga noto'g'ri gapirmadim hozir. To'g'ri gap bo'lgan yo'q, bu hech qanaqasiga aka. Oradan bir necha daqiqa o'tganidan keyin mutasaddi manzildan g'oyib bo'ldi. Qo'ng'iroq qilganimizda avvaliga 1 soatda qaytaman degan javob oldik. Birozdan so'ng yana bog'langanimizda esa
qilayotgan abonent apparati o'chirilgan. Ha, dardimni aytay desam, tabib ham xasta ekan deya mana shu kabi holatlarni izohlashsa kerak. Endi ustalar sudlashib yurishi kerak bo'lgan shaxslar ro'yxatiga kambag'allikni qisqartirish va bandlikka ko'maklashish vazirligining Yashnobod tumanidagi ishlovchi inspektori ham qo'shildi. Bo'ldi, hech kimga o'zi ishonchimiz qolmadi. Endi kimga murojaat qilaylik, dodimizni kimga aytaylik? Yo, buni xalqqa beradigan biron bir hukumat idorasi bormi, biron bir tashkilot bormi? Murojaatchilar sud organlariga ariza berishdi. Ishonamizki, hech bo'lmasa ular masalaga jiddiy yondoshib, aybdorlarga chora ko'rishni ta'minlashadi. Biz ushbu holat yuzasidan jurnalistik surishtiruv ishlarimizni davom ettiramiz. Natija bo'lmaguncha to'xtash yo'q.